Oy. Qanday ahvolingiz? Ahvolingiz yaxshimi? Salomat tudingizmi, Tahrir? Ishxonam o'zgarib. Siz chochlaringizni tushirib etdi. Qarayamizmi kutibdi. Ahvolingiz yaxshi. Salomat tudingiz. Alloh tinchlik. Bu nima qildingiz? Mening ko'nglim bizning o'ylining yerlik mahsulotga qarab. O'tganda qirliq stakan nashr qilingandan keyin jamiyat shunda g'ulg'ul qo'zg'ab ketdi. Gez jurnallarimi Gez jurnallarimi maqtab yozibdi. Buni sizning nomingizni e'lon qilinganligining natijasidan. Aras, bu tuxum to'g'riliq bir hikoya olganmidingiz? Bir bola ekan, nayti qizlarni qo'g'lab yuradigan bola ekanda. Shuna bilan buni qizlarni qo'g'laydigan kesilni saqaytman deb ota-onasi o'ylab qo'yibdi-ku. O'ylab qo'yibdi-ki, jimiqib ketibdi qarang. Jimiqib ketib, bir mazgildan keyin buning ko'ni kesilib qo'zg'ilib kelib qarang. Shuna bilan yana bu ko'chaga chiqib qizlarni qo'g'laydigan bo'lib qoldi-da. Bu qoptiki, xotini o'ylabdi-ku, o'ylab qanday qilsam o'sha olaman bu erimni deb. Shuna bilan bir nechta tuxumlarni pishirib, choy vaqtida oldiq jiranglik tuz qo'yibdi-da. Tuz qo'yibdi-ki, shuna bilan maqaram. Yo'ldosh bundan so'rabdi-da. Nimishki rangli tuxum pishadi? Bu tuxumni nimishki bundan rang ekandan debdi-ki, ayol qo'pib shuna bilan. Ahmad, bu tuxum degan rangdor o'g'ini bilan ichidagisi o'pqa o'xshash. Sening yaydiganing onun shakli emas, ichidagisi deb qarab. Nimalar deb ketdim. Haros, siz mening turmush ishlarim to'g'riliq bir yig'izimni so'rab qo'ymidingiz? Berish kelishib, mishay kelib ketib, og'inib qoldik. Bir haqiqatan mening turmush ishim to'g'riliq bir ahvol so'rayim demaysiz siz, Tahrir. Yaqinda shu bayroq ko'payib ketgandan yo'qmi? Bu ko'cha tulg'utlar chiqib ketdi qarab. Men azroq pul tepdim. 3 ketim xotni olib, 3 ketim qo'yib etdim. Yaqinda yana bir asar yozdim. Mushumi o'zingizning nomida bir e'lon qilib berasiz. Yakandan nimeler yakıyor. Oy tabini oy. Oy bey, yakandan nimeler yakıyor. Dur. O pası yok kırındaştan. Bu Çamikanning ho'ylamga qachon, qaysi oyning qanchinchi kundan boshlab paydo bo'lib qolganligini o'zimmi bilmayman. Ishqilib, bizning bu cho'ng qo'roda har yili to'xotiman degan kam bo'lmaydi. Ba'zida qo'shnilarning to'qollari bizning ho'yliga kirib tug'ib qo'ydi. Ba'zida bizning to'qollarning qo'shnilarning mangan xonslariga kirib qo'sqini bo'shlab qaqaqlab chiqirgan chaqlarim bo'lib qoladi. Ayolimning g'alit mijozlari bor. Paloni mekan kurik bo'lib qopti deb qo'lig'ili chiqqan tuxumlarni yig'ib ekib bosib berdi. Bir kunlarda tuxumdan yengili chiqib, chikildab yurgan chujilar qaysi bir chaqlarda qarsangiz yo'g'olib to'xib qoladi. Ularning ichidan qora, qizil, chipa, turpanning, to'qsunning, xunanning, xinanning ish qilib, odamning xiyoliga kelmaydigan bir yalarning xilma-xil rangdagi to'qolardan hammasini topib qoladi. Xo'rozlari bo'yinlarini so'zib chillasa, mikiyalari bas-bas tug'ib, bo'yinni avatlashtirib o'tadi.
Mening iliq Aqo'rzim bag'o. Amerikadan kelgan Amerikadan. Amerikaning yana andamanda yer emas. Iliq Zongtonglar o'tirib qopadigan yer bag'o. Aqsaray. Shuning yendiki bir qo'radan tuxumdan chiqqan. Burunqilik egisi bag'o. Yilda bu qo'razning tug'ilgan kunini o'tkazib berdi ekan. G'ay Zongtongning vaqti bo'lib qolsa, bu qattiq xotirlash o'rniga qadam tashrif qildi ekan. Haqiqatan xos bir Zongtongning ayoli bu qo'raz omroqliq tutib ketib, o'z qo'lim bilan bir dansab beray deb shunda o'rniga turishiga ehtiyotsizlikdan ko'ngilga dastlab selib, qo'razni oldiga mullaga ketib ekan. Shuning bilan Amerikaning cho'ng kichik gazetlarining hammasiga xonishni molla qatqizib o'tgan qo'raz deb cho'ng xatlar bilan qo'razning suratini chiqaribdi. Nurg'un kishilar bu qo'razni ko'ramiz deb Aqsarayning atrofini qalayimqonlik qilib o'tibdi. Keyin Zongtong nurg'un pul bilan bu qo'razni ko'zdan yo'qotish uchun yiroq bir joyga polib o'tinglar deb buyruq qilibdi. Bizim hali Aqsarayning oldiga kelib tuqqan bu qo'raz yaxshi qo'raz ekan. Agar palaydigan bo'lib qolsanglar, bizning Jungodagi tuqqanlarni qo'rasa palanglar deb mening adresimni yozib beribdi. Shuning bilan bu qo'raz mening qo'limga tushib qoldi. Bana. Hey, sen bu tuqqaning Aqsarayning oldida do'g'apchilik qilamdi. Ya do'g'apchilik qilmaydi. Nali sug'urib, nali qarqaqib nali. Nola? Gapimga ishonmayapsan? Men qara, u Aqsaray deganning ichiga bor, dunyoning hamma yerdan o'tqashdek esil gilamni silg'ayab. Zagman nalliq oyoq bilan bor, kirishga bo'lmaydi. Ha? Çay tayyor, çay. Mana hozir. Shunga bizning ayliq tuqqan bor, at deganda qo'pil degan. Ampu bo'l qo'llarini elib, Aqsarayning oldida o'tirdi. Shunda fuqishmasdan nalliq oyoq bilan kelib qolgandim. Nalisini tatib, niqsini sug'urib, ikeklab, tuzlab, bular qaytganda hammasiga o'ziga almashtirib o'tmay, qiqib chayliq yo'lga sap qo'ygan. Men go berib ko'midim. Anglashib qaraganda, u bizning tuqqanlarning oldida cho'ng davlatning boshliqlari qator o'chirtirib ketdi. Bu chet davlatlarda ajoyib qiziqishlar bo'libdi. Hey. Bizning ma cham ekan alomat tuxumchan chiqib qoldimi? Mama. Hey. Bu mo'yinda tug'di qara. Bitaroq. Lekin qara. Bu ayolim qiziq suv, qaynoq suvni baqqashqimi? Bir kunmi tuxumni to'xtab qoldi qara. To'padi tuxumni. Chapni to'xtatgan bu. Hey, jira. Chayni mo tayyor qilib qo'yibdi. Rahmat adash, rahmat. Men bu yerga kelib, ayolim pul aytman degan naqshim pishib qoldi. Hemichira. Jumas bilyapmiz hamsa. A chayni gapini anglab pulaygin gap qoldi-siz. Shu emas. Emijon, undas ma'qul, ha? Kelasan. Bak, kirma. Ma'qul, xo'sh. Ha, ma'qul. Ha.
ishki qo'ltig'ini yeb oldingiz? Ahmoq otam. Birisi sening gelin yeydigini, birisi to'qilg'inin gelin yeydigini. Voy. Xudoyo tova. Bu rasmiy g'o'razg'il aylanibdi bu. Shu bir qismini o'ltirdi-ku. Tova. Bu to'qilning ichidan erkak sadik bormi bu? Voy, qo'yg'ina, voy, qo'sug'ingni avaylig'ina. Mana. Voy. Ha? Sen, ma çatoğu çıllar atıdı. Nima? Savolni xo'rozchimiz shumliqni tilaydi degan gap botdi. Xudoyim. Nima ishdi? G'o'raz chilisi shumliqni tilsa, bu mekan chilisi nima bo'lib ketar? Shundaymi? Xudoyim. Assalomu alaykum, Rayhon mama. Aleyküm assalom. Kel balam kel. Buncha kechdi kelib qopsan g'o. Ha, mana işte. Meni 6-7 mekinim batdi. Arasida shunda yaxshi tug'ayotgan bir chom ekan batdi qarab. Bu tuyuqsizlar xo'rozga o'xshash qiliqlarni qilib, xo'rozdek chillaydigan bo'ldi Rayhon mama. Bugun Zovalda xo'rozdek chillab yurdi. Bu xo'roz chillasa Zovalda yomon bo'ldi degan gap bor. Bu mekanchilik nima bo'lib ketdi? Mundaq degin. O'ltira balam. Nima ish qo'yib o'tirasan? Bir zamonlarda Hekimboy degan bir kishi o'tgan. Hozirgi mushu 3 yezining yerlari tamam shu odamga qaraydi. Hekimboyning Zurdun deb bir o'g'li bo'ladigan. Mana shu o'g'il 20 yoshga kirgacha soqol burutmi chiqmay, keyin ko'ksi yo'g'inab qizga aylanib qolgan edi. O'g'ilning qizga aylanib qolganligini men bu cho'nglardan anglagan. Qiz bo'lgandimi, qanday qiz demamsan? Tozima qabul, qosh ko'zi joyida. Bir qarabla har qanday yigitning yuragini o'yintib etadigan qiz bo'lgan edi. U chaqlarda bizning qiz vaqtlarimiz. Yoz kunlari qizlar to'plashib daryo bo'yiga so'g'i cho'milgili boratdik. O'g'illardan o'zimizni qochirib, daryoning xoli yerlarini tepib cho'milatdik. Heliqi Zurdunning qiz bo'lgandan keyingi ismi Zo'ra bo'lgan edi. U biz bilan billa so'g'i cho'milgili boradigan bo'ldi.
Uning yalang'och badanini bir ko'rib beqishqa hammamiz qiziqatdik. Lekin Zora kiyimini zodil sog'li unumaydi. Bir kuni biz maslahatlashib Zorani daryo bo'yidila o'g'lash-cho'lash besib oldik. Uchimiz qo'lini mahkam tutib turdik. Birimiz ishtimni tatdik. Davrim. U bechora bizning shunday qiladiganimizni panlab qolganmi? Kunning shuncha issiqligiga qaramay, ishdan qo'shlab kiyib olgan ekan. Ishtimni soldirib bo'lganda bir yo'lqinibda ostimizdan turib ketdi. Shundan keyin biz bilan zodil aralashmaydigan bo'ldi. Keyin Hekimboy Zorani o'zining bir ishlamchisiga nikoh qilib berdi. Bir obdan xotin bo'ldi. Shug'inisi bechora tug'madi. Erini shuncha yaxshi ko'ratdi. Erini oyab, uyni, talaning hamma eg'ir yenik ishlarini o'zi qilib tugatdi. Rahmatlik. Bir kuni etizdan bug'doy ekvatganda haru besib elib o'lib ketdi. Rayhon mama. Mening o chomekinimning xo'roz qaynilib qolgan ishini bu qanday shub ketdi? Shuni bir so'zlab bering a? Bumi bir qiziqli ish bo'pti, balam. Xudoyimning xilma-xil karomatlari bor. Mushu zamonga kelganda ukol degan bir narsa chiqibdi-dak. Uni to'la sog'ilsa, odamni yo eramas, yo o'yal emas bir narsa qilib qo'yadigan deb anglaydik. Hozirgi odamlar bolalar qattiqroq injiqlab qo'ysimi, doktorxonaga opirib o'pil soldirgan bo'lib oldi. Shunga hozirgi yoshlarning qaysi qaysi ayolligini ayirib olg'ilimi bo'lmaydi. Hey, sen to'qolringga o'pil soldirmagan bo'g'etding. To'danga Rayhon mama. To'qog'im o'kil soldiramdi. Shu chomekiningni yevetib qutulmam sen balam. Rahmat Rayhon mama. Men mangay. Yana birdan o'ltirib maqmamsan. Bo'ldi. Ey. Aqra. Atugingcha chatoxoni so'yib bersam, bir to'xo qo'rimiz qilib bersam, Allah'ım chaqirib, birdan payz qilmaylimi? Sizim da'v eritgansiz Osmon. U bir to'xo nimaga yetdi? Bo'ldi qiling. Osman, çarkozun acaba ne çıkına? Evet, bura acaba kömek dikemem mi otukla? Oraz emas. Men sana tanlab bergan chom ekan shu. O qildim xudoyi. Nikiyanda. Oraz o'qagan bo'lsa, 1000 so'm yarim qoldimi? 4-5 so'mga yarar ki.
Bugün satamla. Ha. Ne qilgan sotma? Nechik bol? Ha. Heliqi 4 cho'ngamning rasmi bor qog'ozning birini bersingiz. Sotma. Ve muş toxunum 100 qo'yib satamsiz? Suqshalamdi. Ha. Bu mening uyim chat jangizda. Buninglar so'qish kerak. Xorazmi yo'q. 100 so'm deganga obdan bir to'qlayverdi. Satqan o suzukroq gap qilmamsan. Bizning mahaldagilarmi 100 ko'ng talashgan. Endi ko'z oldimda so'qishtirib, uvoli qolmay deb bazaga kirdim. So'yib yeydiganlar bo'lsa, azarak satsami bo'ldi. Voy, voy, voy. To'xtattirma aka. Mana shu qafas ish qilning bo'ladi. Voy, ishni bitta deysiz. Qarang maktabda. Voy, ishni bitta deysiz. Yaman ko'radi. Tamam, batib qolma istem. Qarang. Taştım abi. Ya, to'xtattiring, gel. Yaman ko'radi-ku, ha? Yusuf satamsiz. Yok, 150 so'm bu satamla. 200 so'm satding bu. Altıma taraf tuğan bilen şatak.
500 so'm. Hey, 500 dedin mi? Ha, 500 dedi. Çapının evat et, xo'roz tunjiq bo'ldi. Naqsana pulini. Pulini andaq-mandaq xo'ras emasligini ko'zingni ko'rding ku? Hozir yanchig'imda aran 100 so'm bor ekan. Ama 100 so'mni yeb tura. Qolganini o'yini ko'sib qo'ygan. Voy ma. Kepang nimada qizib? Hey, qarzoq odam, sen menga o'yingni ko'rsatib qo'ymay, mening sana ko'rsatib qo'yganim qiziq-da. Hey, bu to'g'on akasan, u vaqtda men sendan topman. He, ma 100 ko'z zakalat bo'ptisan. 400 so'm obir bergan chog'da tuqini ekdi. Xudoyim. Buna Hey, aka. 100 pulun aka. Bak, yürü. Osman, şuraya oturmam sen. Qaytib keldingizmi? To'g'on satmabsiz-ku? Setettim. Chiqish kuniga kelib, qolgan pulni berib aytilgan bo'ldi. Ha. Voy. Voy. Kim bo'ldi? Bak to'qim oyoq tushib ketdi. To'qim bakar, bu to'qim bakar.
sildi. Ay, Mekiyan anne çok iyiydi. Selamünaleyküm aleyküm. Eşmek aleyküm. Kimseye kuraz geldi. Ay, Mekiyan çok aşağıdan atma. Tayak koygan kımırlan şuğru. Eseli değil. Biz geldiniz. Ha. Hey! Tamam. Tokun erkektin kemidi mi? Ha, boptular. Zaklat pulumu mening da. Toxum mening da. Kemsin ha. Oy, niga kiraymış ya, urib ketsan o. Kira? Ey, a çargızdın nereye bire endiki kiray? Oy, o iş bulmasa seni çişlep aldılar, kira. Vay çişleydiken, abiyam bilik balamını koklap, yürükken yaptı. O tekçiciler oturdu değil mi? Oy, açta yaptım ha. Atiga men darvozani oldi o'tlasam, mayat uşaq balalarning hammasini qo'llab yurigini oldi. Shuni bilan men uni yondirib kirdim. Muş Mekiyan mı? Oy, Mekiyan tuxum tug'atgan Mekiyan. Bu horoz kulak şuydu bu. Oy, nima bo'ldi ekan ta? Tojlar ko'tarilib, bir qism bo'lib qolibdi. Tira, bo'ldi, o'tir, tomoq yeb. Moyoq kelmay, menjan jo'ziq keling. O'tir. Hoş ben öz bala tayyorluk koyam. Bu ançoviç Mekiyanlık mandamda sana söylendi ya. Oy, estağfurullah. Ta. Bunda oldu. Ta. Hey, hoş emse. Burada bakalım sen. Hoş geldin Rafet. Ben chiqimni demam size. Maqlaymijan. Ha, bak. Ya tamamına çıkmamsa? Bu bütünde çok ürgen ha. Müzik çok ettim ha. Kalk bu kadar. Su yutum bundan tokuna. Çekle bulan ha. Ne bulan ha? Çekmeyle bakın buna. Ha bakta tokuyusun bakta. Bu bütünde çok ürgen ha. Müzik çok ettim ha. Kalk bu kadar. Su yutum bundan tokuna. Oh geldi bu kadar. Cuma biz tokuna edittim. Tokunun izde. Eski tokar. Kura itimiz ya bulan.
Ve dakika, ben senin Amerika Aksaray'dan geldiğimde peklinip cüsem, kika işine, git sen koku belki dallarım. Xudayım. Vay! Şerefsizler! Bu işin bokunu yap sana! İşte altıma! Vay ürgüzüm züt bakmak ben boynlarını zütme ya götüreceğim. Nerede pedal oldu bu sana? Vay kim o? Vay Müce kıra. Bol be. Oraya tülgüm yok. Ben çıkar. Bu önüm buldun hap göresen bu. Kapım var şu. Elik çart tokanı korazsa mikende pesem kılıvattım. Senin mikenlerini koraz kolayga ünür hakken ha? Ya ben sana düşendirdim bu ne çıkıttım. Bu burundan tukum tukuvatkan mekan. Boldu. Bunda geplerin uçuyor şamal kıtbe. Koraz desem muş imin talışıdı dep miken dep koygan digin ha? Toku hazır kapırıp, sokoşturup bazak sağınığın anıldım. Elbette sen biz bir koşunu oğan diken. Ma tokunu satılgan buldun. Alamsa almamsa dep koyduğun yerin yok mu? Haksanıgan pulunu ben sana yamamdım ya. Ne digin ha? Pazar ne çıkıldı? 500. Bol. 500 so'mani mendin al. Vay biraylar zaklar tutup koyup ketken. Ya kep o tokun eketmi. Bo'ldi. Anladım. Bilik zakir degan qimavaz 100 so'm pul berib, qog'ini topam hamma paloq tutdi. Vaqti ekanmikan ki pulni qaytirib et. Ay o vakti satomamda sen bir tane. Bunmi sende kim bo'ldi? Teni olmamsa. O vakti texim satomamda. Abla hepker. Ey, mekile mesin de. Aşı qo'rsun kuyucu vaqtida men o'z qo'lim bilan tanlab bergan juma. Nima? Mana. Bunda unutib qolasan emasmi? Bir kuni mana mushada. Kallangni sangiltib, yajib o'tirapsan. Mana Osman nim buldum? Xiyal besyapti-ku dedim. Nim xiyal desa, bu turmushning uyg'onmamda dedim. G'am deydi. Bir o'tdan 10 lechimo yerimga kelishtirib, bug'doy qo'noq terib oldim. Yandimi g'am bu? Go'shtni qilmamda dedim. Men, hey Osman, bu go'sht degan biznesini yegitiz bo'lgan bo'lsa, yerlaring hech kim termay, go'shtni terib olading-ku desam sen. Voy. Unda bo'lgan bo'lsa, yerlarim tugul, mush qo'rorim bun terib oldim dedim. Shu orliqda ikkaylarning etkesh ko'tarib, tushuvchi ko'tarib, mayoq etekdi. Voy Osman, mana. Go'shtga 2 putlab oldimiz keldi. Tushuvchidan 10-20 setib olsang, go'sht degan shu emasmi dedi. Sen qini deb ishning to'pisini qeqib, o'rningdan turding. Ey, shu jangni satamsizlar deb to'ldim. Ular epkeshni yerga oldi. Ikkimiz berib qarasak, tek seriq tukidan arilmagan chujilar chup qilib turibdi. Danisi bir qo'y dedi. Men so'rilishib o'tirib 80 tiyindim pitishdim. Ala Osman. Hozir bu vaqtda 80 tiyinga nim beradi? Maningda 10 nechin beqib qo'ysang, cho'ng'i so'yaysang go'sh. Tuxumini satsang pul dedi. Sen yanchiqlarini tekishtirib 10 nechin chuj oldim. Endi o isin kelganda
Endi o isim kelganda. Xudoyim. Ve mama sana mama. Ondayma. Uy, ne dost akım kirip deyim ba. Ha, şu çak ben süvetinin aldığım oturup birdim yaxşı yücünü tallap verdim. Şu ben tallap egen yücünün içinde birisi bir yaxşı oral çıkıp kalpken. Ben tallasam beğensem set olmay. Çakman pulunu kaytırıp etsen set olam diken. Hey. Bu aşta işlem bakan var. Fakat isim yok ha mı? Senin o isim yok. Hey. Emincan, manda olsun. Sen bu hapın bakıra. Böyle kızaklar koyup koygan balını bugün bir saklap bakay. Kese ekte. Eğer bugün kemse, neç pul versen verip aşağıda bir etikete üzen bu zirikten boşta koydun. Uy bu işkala kocada oturup nem deyişivatsizlar. Uy kirip baranışыңlar, uy kirip. Жүріңлар. Kızlarım öyle çağ uzunluğundan korkma. To'xtadimi qo'rqamdi. Maqul, shunda olsun. Maqul da olsun. Aşta olsun ha? Ha. Maqul. Bol. Kirmay mağdan da olsun Emincan. Rahmet. Ay Rayhan olmay degandek bugün aç soyup yiyemezsen bu pike. Yani oxtup koymadan qara bazar keçik adam buldan hamdi. Hey! Bak çağıraz kene. Ha? Badu? Xudoyim ne ketgandi u? Tu. Estağfurullah. Bak Kur'an yok hem de.
Hey, bak yok mu? Yok. Yoktur hiç istemem da. Emincan! Oy Emincan! Oy bana! Ya Osman etiğin biraz süt kalsa çarkuraz berdiğin buldun mu? Oy çağıraz yok! Yok. Oy oy oy. Allah sen. Qora atiyani hoyini avat tutturgan qo'raz. Atiyan qarsam yo'q turdi, o'g'irladim ketsam darvoza taqaq turdi. Shuni bilan ichidan o'g'lan tomda atilib tushib ketdim deb izlab kirishgan. Oy qanday gap bu? Astagfirullah. Ne ketdi bu? Tu. Hayvanda tokum uğrar. Astagfirullah. Heliq yigit menga 100 so'm zaklad yurib qo'yib ketgan. U kasb pulni xashlab bo'lganda yo pul yo'q, yo to'qi yo'q. Ha rost. Yine bu zaten üstüm zakaret verip yani plaketeye dağıttım. Çok hırmat ettim ya. Shundan qilaman? Hiç bile bulmaydı. Hey. Rahat. Nasıl desem, bu kumavaz hazır pek terak gelişip gitti. Kimnin nerede uzdara kurdu olsa, kol putu çakkan, oğru pulunu turup olsun da ekkeli olur. Menin alıp ak koruzun öz vaktida kan tutunu uçuğular. Ha, yana heliq amirchilik to'qini ketma. Ha, şunun yengege vakti. Bir yaz, bu hazırda bunun çıkıda horoz yok, kumavazının gözünü rasa kızartı etti. Ova. Daya tova. Ne ketdi bu? Ha. Ha. Bir gün uydu yatsam, öyle traktör bir avaz alınıp kaldı. Yürüyüp çıksam, katak deşki uçak, toku yok. Birisinin Tonoviş'ten talağı pırak uçup kettiğini anlap kaldı. Yürüyüp dervaza içip karısam, oğru aldım da yürüyüp ketpardı. Yürüyüp hiç yetişemeyim. Şunda ayağını silip güzel bir yürüyüp keme. Oğru da iş gitti mi? Güzelmezsem oğru yok. Akım karsam oğru mini koklap geliyor tutar. Tam bunu bu yanda aldım da tutsam yaşlı bir şum. Tutsam üstünü koyap. Akardı bizim. Orası kulağım geliyor aldı. Oh dayı. Sen mi ço? Yüz göz akalat verdi de oğru uyan göz boğanken sen mi Ahmet?
tinchlikmi? Bir narsa alamsiz? Men de chaqorazga ag'il ketdim. Tez qo'y. Osmonda necha kun oyoqsiz saqlab, sirtga chiqib ketgan qiyin uyga kiraylik. Bizning qo'shnimiz Eminjonmi ketdi-ku, necha kun oyoq Osmonda. Ko'nglingni moda yerim qilma. Tepilib qolar. Maqal. Kirmadan qo'y. Xo'sh, xo'sh. Abla, endi keldingizmi? Ha, tinchlikmi? Bak Eminjon degan qo'shnim necha qitim so'rag'an. Sizni zaklatib yurib qo'ydi debdi, sotmaganti. Qarmamsiz, atdiganda qo'yib qarsam, oqshom bato'qi hech narsa yo'q. Izda Eminjon bilan bamiga yerim qamidi degan. Bo'ldi, men aviatni deb tushundirib qo'ydim. Bu xo'rozga tufodurdi ko'zdakenti. Ko'nglim tuyib qolgan. Kampini topolmay bir necha kun palaxshidim. Yaram ikki xo'rozim bilan talashtirilgan ishtimni setib, aroqasi bu pulni kemintib ekeldim. Yaraqa Eminjon degan qo'shnilar o'g'irlab ketdim ya. O har qanchasi bunda qilmaydi. Men so'ng bu yaraydigan xo'rozdida. Voy, o'tmay. Ma'qulsiz, ma'qul. Ma'qulamsa xo'sh. Ma'qul. Hey. Zaklat qilmagan pulni so'rdim-a? Yo'q, men sizdan so'ramdiki debdimi? Hey, bak xo'rozni 1000 so'mlik xo'roz deydi. Bizning xo'roz rost 1000 so'mga yaratdimi? Bunu to'qoni kim olganda endi? Osmon, tek uxlamadingizmi? Bunda jelib o'tiraversangiz baribir o'rniq kelmaydi bo'ldi, yetib uxlang. Bo'ldi, sen uxlavering. Sen yaxshi qarasang shu ish yo'q.
Hey! Osman! Osman! Aylık her yaşam günüge to'qi uyda mushkul sotadigan ying'bozor bilamsan? Qaysi ying'bozor? Aylık shaharning strategik tentarbiya maydonchi. Ne bo'ldi? Voy, Koyduk! 15'te yok. Şükür, kandan bana salın şükür. Ömer bana arabayı dikkat. Şuna. Oyun başladık ha. Ezgi tutun Ezgi hey. Kendine durma. Kendine durma. Kendine durma. Özkan Tülay arkadaş.
Hozir bu xo'roz har yashab necha ming so'mlab pul tepib ketibdi. Men shu xo'roz deb o'xshatdim. Eng yaxshi o'zing bir to'lib baqa. kendinize getirin kendinize getirin Bu xo'roz mening xo'rozim-ku. Qanday sizning bo'ldi? Jo'da o'tamsan nima? Qanday sizning xo'roz? Shu mening o'g'andikin, shu mening o'g'lidi. Sizning emas bu? Amsi kimning o'g'lidi? Kendinize getirin Ya Sabirjon! Ya Sabirjon! Bak xo'rozning isi chiqyapti bu yerda. Sabirjonga ashu. Bu yoqqa. O'birimiz tentar bir maydonninki chilisi ekan. Hozir men shuni ko'tarib qattiq qo'yib ketibdi. Mush qimmat tutgan puldan boshqa mush kirmadilar necha ming so'mlab pul topdi ekan. Shahar necha yerda uy bor ekan. O'g'il oshkora 4-5 xotin olganmish. Shu. Ha, nima gap? Men mal xo'rozni to'niyotman-ku. Bu xo'rozni to'nsang to'ngansa. Bir ikkining biri mush bozorni so'rab, minglab pul topatgan chaqira shu. Hozir buni kim to'namaydi? Bu mening xo'rozim. Sening xo'rzing bo'lsa, mening qo'lim qanday o'tib qoldi? Voy, sening qo'lingga qanday o'tib qolganligini sen o'qimasan, buni men nereden bilaman? Ish qilib bir kechida o'g'lab chiqibdi. Hey, o'zing so'zla ha? Sana o'xshash qing'altoqdan 10 yigit tatotligim bor. Amdilikda eshitish, sening xo'rzing nima o'g'rabdimanmi? To'xta. Gap meni xo'sin, ha? Men sizga o'g'il dedim. Birisi o'g'lab sizga satgan bo'lsa demoqchidim. Hey, ilohimma, bizning ma chaqirazni bugun biz kelib, mening xo'rzim deydi-ku. Ha? Bundaq gapmi? Ha. Hey. Bizning adamlarimiz turpandan kichikpanni ko'targanda ko'tirib, akagan tursa. Sen turpanliqmi ya? Men turpan berib baxmagan. Sening xo'rzing turpan qandaq berib qoldi? Endi sizlarning odamlaringlar birisi apirib o'g'irlab sotgan bo'lsa, shu yerni akeldimi deyman, ha? Allohu akbar. Mana meni qo'shnim. Ishonmasangiz, o'shanda so'rab beqma. Gapla. Rost. Asli bu xo'roz mush og'inamning itdi. Kechida yo'qib ketdi. Hey! Ekbercanma! Ben Sabircan. Bugün bir sikili bazarın ait kalayımgan kıvattı. Siz de gelin la, çakkat! Sabirka! Kadar balam, kadar. Hey! Sen bazarını kalayımgan kılsa? Ha? Men bazarni qalayimqan qilmadim ukam. Mana xo'roz asli meningidi. Qo'lim qo'shnilarimning mana hammasi fuqidi. Qanday bo'ldi? Shikoyat qildimikin? Tuyuqsiz bir kechada uydan yo'qolib ketdi. Izda kelsam, hozir mana mayada turdi. Shu vaqtida tatib o'zim baqqan. Burundan tuxum tug'dirayotgan migrantevka. Keyin xo'roz aylanib kelib. Kimni rahmat qilsa? Mana, chiqaman, mana. Xudoyim. Mana. Sen nimancha ahmoq? Nimda bu yerda mening qo'rzim burum mikyantdi, ko'klaytdi. Kim xo'roz aylanib qolgan deb tursa. Xalqning oldin meni rasvo qildi. Voy, hukumatning odamlari oldida yolg'on gapirmayman.
Bu rost olsun bular senin gibi işinen de. Sen Amerika'dan gelen korzumunu gibi kim işin de? Hiç aklım yetmedi de. Bu çağıraz kanda kılıp bu sabırla kolup düşüp kaldı ki ne? Sen bek sadaqina Cuma. Hazır bu qımavazda terakki qilib ketdi. Neydi kimning obdaroq bir g'urz olsa, qo'li chaqqan, o'g'ri pul yurib bo'lsin, o'g'il tikiladi. Men dedim-ku, sen yuzga zakalatgan zakirda cho'qin bir gap. Cihandan ne? Cihandan nimeler yakşır? Oy tabini oyun. Oy bey o tabinin yakşır. Opası yok kırındaştan. Opada aşina yakşa. Vay aşina yakşa yo. Yemiyorum akıyor. Mal kaçırdı onu size. Dökmek şapkası bu. Hadi bir gel. Ha? Ha bunu bulduğumuzda. Hani var mı? Bak bak.
Yetganda Sabirjon chaqiraz ilib qishqani aynab ketdi. Hakikaten turpan görüp neçi bin so'm uçuratdaydı. No'g'an xo'roz paysi. Va, paysi chiqib ketdi. Paysi tuvansa, xo'rozni paysi turibdi-da. Neri turinglar? Nima bo'lish olsa, neri turinglar? Bunlab ketdi bu. Hey. Bu xo'roz to'xtamay suqib kelyapti, ichki choy o'tib qoldi. Sabirjon tug'nada bu xo'rozni o'ldirib qo'ymdim nima? Shundaymi? Bular ko'rasizmi bu? O'zangimi as. Xo'roz o'laman deb sangnim yo'g'anchilikdi. Siq katak tetib tuxumini tuqqan bo'lsam, sana mush kun yo'qdi. Ha. Nima bo'ldi? Senin mushunchalar git aytib atgan. Mening ash chag'orzimg'o. Haq, Xudoying jojongni bera. Şengiro İstanbul kadar. Allah'ım kim İstanbul kadar. Vay yakşılar yaydı basa. Geliyorlar Allah cennet ya bir kıldı. Vaşa sevdi kıladım gidiyor. Vaşa sevdi kıladım cennet Kire. Ha? Beşin dayalıklatam sen? Ha, mush ishlar. 3-4 kun yerde mush tayyorlik qilgan. Bola tug'ilmay turib, bir narsa tayyorlik qilolmaydi adash. Ya o'tir. Ayağımı bir yoklap sırayda beş çol tekmezdi. Ulanın şülginim teyak topsa. Hey. Pazardaki kızık işini aldın mı? Nima qiziq ishni? Bilak çarı kuraz rast mikiya çıkıp kaptım esma. Nima? Hey. Ben sana o rast mikan desem ishonmay o'tatding. Ben rast mikan qanday qopdimi? Xudoya tova. Rast debdi kelsa. O qanday mikan qanday qopdi?
Onu bir günü bir sokaşkı saptıken bir qoraz öyle. Ha. Sokaşkı unutmay, pokini yeye gitip koyulapla. Hiç kanda amal kılam. Sabrının yüzü çıktı derede. Aşağıdıl harççı boğuzdu. Öyle apırıp kanını yasa işidim bir sap mı sap tuğum çıktı. Ha. Ben dedim, yelak sana yüz göz zakalet egen Zakir, oğlunun şirketi etsem işenmedim. Hey. Ay toğan aç Zakir özü oğlattı mı? Çıkılıp ben kömbedim şu kanını yağayat umut bake. To'xtab tur boyvachcha. Xo'roz tug'sa go'yar tug'di deydi u. Hey, bu kichiklik go'har olsa chishimda suzib olay deb oshko'z sabr og'zi shunda aprutga g'o'rtda gildi o'tadi. Ish bo'libla, bijan bo'lib qopti. Hey. O qanday bo'lib qopti? Xudoyo tavba qildim. Ey Eminjon, sen yana hikoyani bir to'qimg'ansan. Ya bu sıraz. Tek ismini o'zgartib otdi Sabira edi. Obdaroq bir chiqis tek olaydi. Qizil bekab o'tirib, shamsha oylinib yurmish. Xotinlarimi xetlib uylar ketibdi. Ballari mirat alishib shu qo'ydi. Set my mouth on holiday. Sen can bir çıra. Eyvay! To'xtattirma hocam. To'xtattirma. Ey to'xtang deyman. To'xtang. Sigiradigan bir qiz gapim bor deb nima qilasiz? Qochmang. O'qimali bo'lasiz. Oh, şu yey. Xudayım.
Men bo'lat emas. Sen chiqib ketgan g'oti-g'otang mo'nak shaptol. Aslida chor to'qo deb yozsam to'g'ri bo'ladi. Bu to'qining yoki mekiyan yoki xo'rozligini o'zim aniqlamay qoldim. Qani, yozganlarimni o'qib bo'lib, chor xo'rozning jinsi ayrimiz haqida o'zingiz halol bir narsa deysiz.